Jannat almi va birinchi darajasi. Jannat almi va jannatning birinchi darajasi ruhlar uchun dam olish maskani sifatida tasvirlanadi. To'g'ri yashaganlar surah An'am 53-15 oyatida tilga olinadi. Bu mo'minlarga tinchlik beriladigan osoyishning nomi o'zi, panoh bo'lgir degan ma'noni anglatadi. Mana shu yerda shahidlar va imonlarda sobit bo'lganlar yashab, ularni serbar gullab yashnagan manzaralar kutib oladi. Va oqib turgan daryolar, salqin soyabon hamda hech qanday mehnat yoki mashaqqat yo'qligi ularning yuzlarini abadiy quvonchdan mamnuniyat bilan porlatadi. Jannatga birinchi bo'lib kirganlar qatorida bo'lish. Ikkinchi daraja. Jannat al-Naim. Jannat al-Naim yoki zavq bo'giga otish Al-Hajj surasining 20-56 oyatida tilga olingan. Ushbu daraja hayotlarni Allohning roziligini izlashga bag'ishlaganlarga ajratilgan. Bu yerda ne'matlar sut daryolari bilan ko'payadi. Asal va sharob molkol oqadi. Jannat al-Nahr aholisi go'zal ipak kiyimlar bilan bezatilgan, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan tojlarga o'tirgan va eng pok do'stlar bilan o'ralgan bo'ladi. Ularning uylari oltin va hech kim tatib ko'rmagan lazzatlar bo'ladi. Bu baxt chegarasi yo'q darajadir. Jannat al-Xuld 3-daraja. Jannat al-Xuld. Jannat Surah Al-Furqon 25-15 oyatda tilga olinganidek, iymon va yaxshi amallar bilan to'la hayot kechirganlarga abadiy mukofotlarni taklif etadi. Xuld atamasi abadiyatni anglatadi. Va bu charchoqni his qilmaydi. Ularning hayoti abadiy yoshlik va go'zallik, shuningdek, poklik jihatidan teng bo'lgan hamrohlar bilan belgilangan bo'ladi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam jannat ahllari kasallik, olim va qayg'udan xoli bo'lgan abadiy quvonchni boshdan kechirishlarini tushuntirgan. Bu kulgu va xotirjamlik hukmron bo'lgan, ruh esa o'zining oxiriy maqsadini topadigan olamdir. 4-daraja. Dar al-Salam. Dar al-Salam. Tinchlik maskani, uni siz Yunus surasi 10-25 oyatda ta'riflagansiz. Bu darajada osoyishtalik va xotirjamlik hukmronlik qiladi. Va aynan shu yerda mo'minlarga Allohning farishtalari, sabr qilganingiz uchun sizga salom bo'lsin. Dar as-Salamdagi oxirgi maskan qanday yaxshi. U yerda na mojaro, na azob-uqubat va na salbiylik bo'ladi, degan so'zlar bilan duch keladi. Har bir jon mukammal uyg'unlikda, muhabbat va mehribonlik bilan o'ralgan holda yashaydi. Bu daraja yer yuzida tinchlik va adolatni tarqatuvchilar uchun. 5-daraja. Jannat al-Adn. Jannat al-Adn yoki abadiylik bo'gi. Surah At-Tuba 972 oyatda tasvirlangan. Va Allohga va uning payg'ambariga itoat qilganlarga va'da qilingan. Iymon keltirganlarga marvarid, yoqut va zimir saroylari beriladigan joydir. Atrofini hashamat va ulug'vorlik muhiti o'rab olgan. Bu yer sharob daryolari mast qilmaydigan va mevalarni istalgancha, hech qanday mashaqqatlarsiz yeyish mumkin bo'lgan joydir. Uning aholisi kullarda aksado berishi aytiladi. Ular o'zlariga va'da qilingan abadiy mukofotdan qanday quvonishadi? Ularning mukofoti nafaqat moddiy, balki ruhiy ham bo'lib, yaratuvchisiga doimiy yaqinlikni o'z ichiga oladi. 6-daraja. Jannat al-Firdaus. Jannat al-Firdaus jannatning eng oliy darajasi, 23 sura Al-Mu'minunning 11-oyatida tilga olinadi. Bu Allohning arshi a'lo taxtiga eng yaqin payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z izdoshlari uni qo'lga kiritish uchun intilishga chaqirgan. Jannat al-Firdaus aholisi eng oliy darajadagi baxtni his qiladi. Ularning ruhlari yaratuvchisi bilan bevosita aloqadadir. Ularning mukofoti faqat saroylar va daryolardan iborat emas, balki Allohning o'zi huzurida bo'lishning oliy zavqiga ham cho'ziladi. Bu yer mumkin bo'lgan barcha lazzatlar bilan to'la. Va Jannat al-Firdavsni to'ldiruvchi nur bevosita ilohiy mavjudotdan keladi. Bu ibodat, sadaqa va solih amallarda mukammallikka erishganlar uchun darajadir. 7 va eng oliy daraja. Al-Vasila 7-daraja, eng oliy daraja. Al-Vasila jannatdagi noyob darajadir, faqat bitta kishi uchun ajratilgan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadisda aytilishicha, bu daraja Allohning arshi, taxtiga eng yaqin bo'lib, mislsiz sharaf makonidir. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatidan jannatdagi bu eng oliy martabaga erishish uchun duo qilishni so'ragan. Bu darajada undan boshqa hech kim yashamaydi. Uning u yerdagi mavjudligi uning sa'y-harakatlari uchun berilgan eng oliy mukofotni ramziy qiladi. Islom xabarni tarqatishda jannatning har bir bosqichi inson tasavvuridan yuqori mukofotlarni taklif etadi. Jannatul Ma'vaning osoyitib, Jannatul Firdavsda Allohga bevosita yaqinlikgacha. Inshaalloh hammamizga jannatning eng oliy darajalarida joy nasib etsin.
Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Shout out to these guys who support my channel through Patreon. If you want to suggest video ideas, leave a comment.